Ajdarho o'rgatuvchi. Britaniyalik yozuvchi Cressida Covell tomonidan yozilgan, butun dunyoga mashhur bo'lgan bolalar, sarguzasht va fantastika kitoblari turkumidir. Ushbu asar o'zining qiziqarli syujeti, ajoyib hazillari va chuqur ma'nosi bilan ham bolalarni, ham kattalar qalbidan joy olgan. Asar voqealari vikinglar va ajdarholar birga yashaydigan xayoliy Berk orolda bo'lib o'tadi. Bosh qahramon aqlli, ammo jismonan zaifroq bo'lgan bola. U qabila boshlig'ining o'g'li bo'lgani sababli kelajakda kuchli jangchi va yetakchi bo'lishi kutiladi. Biroq Hikki an'anaviy vikinglar kabi baquvvat va shafqatsiz emas. Vikinglar an'anasiga ko'ra har bir yigitcha o'z ajdarhosini tutishi va uni bo'ysundirishi kerak. Hikki tasodifan eng kichik va tishsiz ajdarhoni tutib oladi va unga To'xles, tishsizvoy deb nom beradi. Boshqa vikinglardan farqli o'laroq, Hikki ajdarholarni kuch bilan emas, balki mehr, sabr va ularning tilini tushunish orqali o'rgatish mumkinligini kashf etadi. Kitob insonni o'zgalarga o'xshamasligi, lekin o'z aql va o'ziga xosligi bilan katta muvaffaqiyatlarga erisha olishi haqida hikoya qiladi. Hikki va uning kichik ajdarhosi o'rtasida rishtalar sodiq do'stlik kuchini ko'rsatib beradi. Muammolarning jismoniy kuch yoki urush bilan emas, balki muzokara, tushunish va strategiya bilan hal qilish afzalligini yoritilgan. Ajdarho o'rgatuvchi turkumi shunchaki qiziqarli sarguzasht emas, balki har bir kitobxonga jasorat, o'ziga bo'lgan ishonch va atrof muhit bilan garmoniyada, uyg'unlikda yashash sirlarini o'rgatuvchi ajoyib asardir.